Assalomu alaykum. Mani ismim Isayeva Sayyora Alikolovna. 38 yoshdaman. Ish faoliyatim tadbirkorlik, sevimli rafiqa va 3 ta farzand onasiman. Mani kunim juda ham faol o'tadi. Aktiv rejimda yashayman. Ish bo'yicha safarlar, uchrashuvlar, bolalarim bilan bog'liq bo'lgan masalalarda, sport, raqslar. Shuning uchun ham menga mashina juda ham katta ehtiyojim. Ishim bo'yicha turli tikuv fabrikalariga borib tanishaman. Aytmoqchimanki, har doim harakatdaman. Shuning uchun menga vaqtimni tejashim uchun, hamma narsaga ulgurishim uchun avvalambor tezkor, xavfsiz va o'zimga qulay bo'lgan avtomobil kerak. Avtomobil tanlashimda birinchi navbatda xavfsizlik men uchun juda ham muhim. Chunki men nafaqat haydovchi, balki onaman. Ko'p masalalarda ishdan tashqari vaqtimda bolalarim bilan mashinada yuraman. Shuning uchun menga mashinani xavfsizligi, kengligi, qulayligi, oilaviy komfortimiz uchun juda ham muhim. Geely Manjaro bilan biz turmush o'rtog'im bilan ancha oldin tanishgandik. Moskvada 2025-yil may oyida bo'lgan sayohatimizda juda ham chiroyli mashinaga ko'zimiz tushdi va u juda ham ko'p edi Moskvada. Keyin qiziqsak, bu Geely Manjaro ekan. Saytiga kirib, o'rganib chiqdik, odzivlarini ko'rdik. Bizga yoqdi. Sal vaqt o'tib, O'zbekistonda Geely avtosalonlari ochilgani haqida xabar keldi bizga. Test drive qilishga srazu bordik. Geely avtosaloniga borganimizda kirsam, o'ng tomonda juda ham chiroyli qora mashina meni o'ziga jalb qildi. Именно oldi qismi dizayni bilan. Turmush o'rtog'im ham senga shu mashina juda ham yarashadi dedilar. Geely Manjaro bilan tanishishimiz bir ko'rishdagi muhabbat holatiga o'xshash bo'lgan. Uni ichi kengligi, qulayligi, test drive qilganimizda yumshoqligi bizga juda ham ma'qul kelgan. Men Manjaroni tanlaganim asosiy sababi bu xavfsizlik. Unda o'zimni juda ham xavfsiz his qilaman. Masalan, tezlikda ketayotganimda o'ngga, chapga rulni olayotganimda agar pavorotnikka yoqmasam, rul ruxsat bermaydi. Menga bu juda ham yoqadi. Bu oldingi haydagan avtomobillarimda bunaqa funksiyasi yo'q edi. Boshida o'rganishim qiyin bo'lgan, lekin tushundimki, bu hammasi meni xavfsizligim uchun ekan. Yana bir jihati, tezlikni oshirishda xavfsizlik kamarini taqmagan bo'lsam, oshirmaydi. Geely Manjaroda faqat haydovchi emas, unda yo'lovchilar ham o'zini juda ham komfortda, qulaylikda his qiladi. Bu eng katta afzallik deb o'ylayman. Masalan, klimat kontrol orqada bo'lgani ham menga juda ham qulay. Bolalari bor onalar buni tushunadi. Manjaroda mengida 3 ta monitor borligi juda ham yoqadi. Misol uchun, men o'zim rulda ketayotganimda yonimdagi yo'lovchi o'rindig'ida o'g'lim bemalol o'zini monitorida bizga yoqqan musiqani tanlab qo'yib beradi. Yo'lda ketayotganimda ba'zi paytlari qo'ng'iroq bo'ladi ish bo'yicha. Shunda sezganmanki, Geely'ni yana bir yoqadigan jihati menga Bluetooth, men gaplashayotgan odam faqat menga eshitiladi. Salonda yo'lovchilarga, bolalarimga bu ovoz xalaqit bermaydi. Bundan tashqari 360 darajada kamera, sensor ayollar uchun juda ham qulay funksiya. Bagajga bo'lgan muhabbatim o'zgacha, juda ham katta, qulay. Bolalar kolyaskasi ham, chemodanlarimiz ham bemalol sig'adi. Manjaro men uchun yaqin do'stlarimdan bittasi desam ham bo'ladi, chunki bir lokatsiyadan ikkinchi lokatsiyaga borishimda sevimli musiqamni qo'yib, Manjaroda qulay, kayfiyatni ko'tarib, chiroyli, komfortda yetib olaman har doim. Men qilgan tanlovimdan juda ham mamnunman. O'zimga o'xshagan ayollarga, haydovchilarga Geely Manjaroni tavsiya qilaman. I am genius. I love Geely.